Men milliarder yoki boyvachcha emasman. Instagramda o'zimni boyvachcha qilib ham ko'rsatmayapman. Instagramdan ozgina daromad qilaman. Ozgina. Ana shu daromad qilishimga, odamlarga, el yurtga tanilishimga 1,5 millionga yaqin obunachilarimni hissasi bor, mehnati bor. Shuning uchun men o'sha daromadimdan ma'lum bir qismini har oy 4 ta 5 ta obunachimga hajat quraman. To'g'rimi? Ularda haqqi bor, chunki ular sababli men ko'tarildim, ular sababli daromad qilyapman. Men o'zimni milliarder, boyvachcha qilib ko'rsatmayapman. Va shu joyda bitta gapni aytib o'taman. Demak, kimda kim meni bir dona kitobimni xarid qilsa, 2 xonali uyga yetadigan mablag'ni o'zimni hisobimdan sovg'a qilaman azizlar. 15 ming dollarga boshqa viloyatlardan beradi 2 xonali uy, to'g'rimi? Azizlar, men hazillashmayapman, men PR qilmayapman. Shoshilib qoling, keyin afsuslanib qolmang. Haqqoniy bo'ladi, bu lotereya ko'rinishida bo'lmaydi. Bu haqqoniy bo'ladi, sizlar keyin ko'rib o'zlaring afsuslanasizlar. Bekor shu hech bo'lmaganda bitta shoirni bitta kitobi yonimga qolardi deb afsuslanib qolmanglar.